bilan yig'ilishadi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan bir necha qiziqarli iboralarni ko'rib chiqamiz. Va ular quyidagilar. Birinchisi, ala aharri minal jam. An tayyibin xotir. As-sarra va ad-darra. Demak, bu iboralar quyidagi holatlarda ishlatiladi. Birinchi bo'lib, mana ala aharri minal jamr deganimizda bu intiqlik bilan, hayajon bilan degan ma'nolarni bersak bo'ladi. Va quyidagi misolni ko'rib chiqamiz. Yantazirut tullab ala harri minal jamr natijahum. Talabalar o'z natijalarini intiqlik bilan kutyaptilar. An tayyibi xotir, chin ko'ngildan degan ma'no ishlatiladi. Va tabarroa an tayyibi xotirihi bi mablag'i mali bi musaada. Demak, u chin ko'ngildan o'z mablag'ini yordam uchun xayriya qilyapti degan ma'noni beramiz. As-sarra va ad-darra, yaxshi yomon kunlar, yaxshi yomon paytlar degan ma'noni beradi-da. Hazar rajul yashkuru fi sarra'i va ad-darra'i degan misolda buni demak quyidagicha ko'ramiz. Demak, bu kishi yaxshi va yomon kunlarida ham shukr qiladi, rahmat aytadi deymiz. Shu va shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni o'rganishlik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying, do'stlaringizga ulashing va bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.